Pensiya oluvchilar uchun ajoyib yangilik. Assalomu alaykum do'stlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosing. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi kunda O'zbekiston hududida yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1 12 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 918 ming so'mdan, ya'ni 1 12 ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiyalari miqdori 1 12 ming so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda 820 ming so'm. Boshqaruvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 820 ming so'm deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.